Bekaxon darhol chiroqni yondirib, bu böcüden qutulib qoldi. Mana böcüler ichidagi kasbiy böcü bo'lib, uxlab qolganlarga qat'iy etishmay, asta o'qitib yuragini alatdi. Әтсі әмі işlarga aralashqa amroq bo'lgan bolalarning huquq manfaatini qo'g'dash jamiyati Martinni onasining qishig'iga ilib ketdi. Bekaxon uyini yig'ishtirgan chaqda polning ostidan bir xatlarning borligini ko'rib qoldi. Polning ustiga Jingshin deb yozilgan edi. Asli bu qizmi bir Jingshin Shoujeje ekanda. Shundoq qilib Bekaxon bekor-bekordan o'ziga ish tepilish uchun yigitini boshlab onasining uyiga kelib, bu ishning tegdaktini surishtirmoqchi bo'ldi. Amaliyotda Nurjamol kichigida dadasidan yetim qolgan bir qiz bo'lib, bu qizning nihoyatda oz ko'rilgan ter kesili bor edi. Әмді Нұрдың қоқайтты. Бұл қыз Бекаханның онысы білен Сараңла санаториясында бірлікте даваланып ататты. Bir qitimliq davolаш jarayonida Nurjamol baxtga qarshi parga aylanib ketadi. Shu kundan boshlab böjüga aylanib ketgan Nurjamol Bekaxonning onasining soyisida yashaydigan bo'lib oldi. Nurjamolning nәдин nәga chiqganligini aniq biladigan onasi o'g'liga tanishtirib qo'ymoqchi bo'ldi. Balam, hozir ba'zi qizlarning chiroyi ishinib ketgani bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Hammasi girimga ustib ketdi emasmi? Shunga men sana o'zimiz biladigan bir qizni tanishtirib qo'yay. Xasligini saqlab kelayotgan bir isil do'stim bor. Kelin qila olaymi deyapti, men balam. Opa, men tek kichik uning ustiga toshqan jinda atrofidagi cho'pni yemaydi. Hey, nadan balam. Maladin yaxshidir quvvatli chingtang tuqqandan boshlaydi qo'yishni beshang deganni anglamaganmi? Ha bu tanishadigan shu bilishadiganlar bilan aralashmay kim bilan aralashimiz balam? Opa, unda qilma. Ma qilsal betbeshirga. Mening yosh qunchugulimni vayron qilib etma. Hey, balam. Cho'ng bo'lganda bilib qolsa, chiroqni o'chirib etsa hammasi o'xshash. Martin onasining gapiga kirmay chiroqni yondirib, Nurjamolning g'azabini qo'zg'ab qo'ydi. Qechib hadisining uyiga berib olgan Martin, oxiri sat xotindan qutuldim-ku deb dardini so'zlay deb turishiga, o'ylamgan yerdan Nurjamol kayindan qo'g'lab kelib, bir sabiy bolni karvatning ostiga so'raydi. Bu chaqda Bekaxonning yigiti, "Qo'yvat, ovi narsiydi bolani, yomon bo'lsang menga qilib baq" deb o'g'il bolligini namoyon qilib, ularni qutqizib oladi. "Hay apa, sen bilan paranglashmasam bo'lmaydigan yer ketdi. Do'rangni vaqti deya. Gapning qisqasi, "Av böjü do'stingni yig'ishtirib et." Sen nim demoqchi balam? Aslarni beqib cho'nqirgan kunam menda bo'lgandan keyin, aslar menga vaqiraydigan bo'lib ketdinglar deya. Hey apa, men u gapni qilmadim. Nimanda gap tushunmaysan? Ay, shu balam, gap tushunmaydigan bo'lib qoldik hamda oldinglarda, ha? Sizlarni boqqicha, eshakni boqsam-chi? Opasi bilan gap talishib qutolmagan Bekaxon inisini ilib ketmoqchi bo'ladi. Lekin bu chaqda inisi Martinning mardligi tutib ketib, "Yo'q, men ketmayman. Onamga hamroh bo'laman. Biz ketsak u yolg'iz qolmamdi" deb hadisning taklifini rad qiladi. Mana, esil, haqiqatan menga o'xshash qamlashgan shoyballar vafodor ham jasur keladi. Oxiri ular bu uyda tunashni qaror qiladi. Bödür yigit bo'lsa, bu qizning kayniga kirib olsam, aman bir ish bo'ladi-ku deb o'zining uzun yillik yalamchilik hunarini ishga silib, uyda qonab qoladi. Voy, nimacha avar olamiz? Biz bu chiroqlarni ovozliq yanadigan qilsaklar bo'lmamdi. Yo'q jinim, afsuski. Ba'zi kechalarda bir yeni biri o'chib avar qiladi. What? Bular chiroq jiqli bo'lsa hammish hal bo'ldi-ku deb uyning hamma yeriga chiroq bekitib sham yiqib o'tadi. Nurjamol Şam çıraklık dünyasıda Nurjamol çıkın emdi yaman bolsunuz. Lekin kimmi o'ylasin, Nurjamol Jishovda dengonliq o'qigan bo'lib, bir kuni bilan tamoshani boshlab o'tdi. Hamda nayrangvozlik bilan Bekaxon bilan Martinni ombar uyiga so'lab qo'ydi. Asli jindi mudi tavda shankanda Nurjamolning maqsadi Bekaxonning yigitini boplamoqchi ekanda. Bekaxonning yigiti Nurjamolning do'yinsini ko'rsatib turib, "Siz buningga o'xshamayotsizgu" deb qattiq ranjib ketadi. Undaq demisizlar, chiroq o'tsa hammamiz o'xshashku debla Nurjamol kayindan qo'g'lashni boshlaydi. "Qo'shmisizlar jonim, ikkimizla qoldik." "Voy, oldirmang, men mashinada bir narsa botdi, epli kelay-ya." Lekin Nurjamol bu gaplarga quloq solmaydi. Ambarga so'linib qolgan hadi inishkisi nima qilishini bilmay cho'chib o'ltiradi. "Acha, men bir amal topdim" degan haqini. "Biz do'ying tatib o'ynaylik. Bunda fursat oz uchraydi. Voy, ufkam, kichik bo'lgandan keyin kechki telefon o'ynamay, bir o'qishon o'qi." Nurjamol bularni asta qo'rshab kelyotdi. Bekaxonning kallasi tuyuqsiz ishlab, intayin yaxshi amaldan birisi keladi. "Voy, apa! Apa! Voy, apa!" Pa, nima degan yaxshi amal? Haqiqatan hech kimning kallasi kelmaydigan amalga. Dal bu chaqda ularni qutqazg'ili keladi. Hamda o'ngishli qoldi so'ngrinto qilib o'tdi. Bekaxonning yigiti dahshat gap anglaydigan yigit bo'lib, "Yaqin kelmang" degan bir yig'iz gapiga mit qilmay qarab o'tirdi. Hamda qanday qilish kerak? Bu er talish majrosini qanday oxirlashtirish kerakdi? To'satdan hammishni keltirib chiqargan bu bechara ona paydo bo'ldi. Hamda o'zini qurbon qilish badaliga Nurjamolning jamolini ko'k so'raydi. Mana bu kinomi tugdi. Hamda shuni so'rab boqqim kelyapti. Mush aranglarda qorong'udan qo'rqadigan qizlar bormi? Ya boshqa maqsad yo'q. Shu og'inam so'rab boq degandi.